Zakazga tayyorlanadigan shunaqa tiramisu shirinligini uy sharoitida qulupnay bilan tayyorlab ko'ramiz. Biz yaxlatilgan qulupnaydan foydalandik. 400 gramiga 200 gram shakar qo'shib shunaqa qaynatib, blender yordamida maydalab olamiz. 8 dona tuxum oqini yaxshilab mikser yordamida ko'pirtirib, vanilin saxar hamda tuxum sarig'ini bittadan qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Yarim litr qaymoq yoki slivkaga 500 gram maskarponeni qo'shib aralashtirib, keyin yana yarim kilo tvorojniy siri qo'shib aralashtirib olamiz. Birinchi ko'pirtirib olgan tuxumli massamiz bilan ikkinchi bo'lib aralashtirib olgan slivkali massamizni bitta idishga solib, lapatka yordamida yaxshilab aralashtirib olamiz. Savoyardi pechenyeni botirib olish uchun kerak bo'ladigan kofe tayyorlab olamiz. Kofeni biz shunaqa qaynatiladigandan tayyorladik. Buni hidi ham boshqacha, mazasi ham o'tkirroq bo'ladi. Agar sizlarda bunaqa kofe bo'lmasa, rastvariymi kofedan ham foydalansanglar bo'ladi. Pechenyelarimizni idishimizga moslab kesib olib, bitta kofega botirib olib terishni boshlaymiz. Bir qavat pechenye, bir qavat krem solib, ustidan sovutib olgan qulupnayli massamizni quyib olamiz. Ikkinchi qavat kofega botirilgan pechenyelarimizni taxlab olib, krem surib 6-8 soatga xolodilnikka yuboramiz. Yetarli vaqt davomida xolodilnikda turgan tiramisularimiz ustiga kakao sepib, qulupnaylarimiz bilan bezatamiz. Konditorlarga da'vo qilishdan yiroqman, shunchaki o'zim bilgan tamoyillar asosida qo'ldan kelgancha tayyorlab ko'rishga harakat qildim. Xato va kamchiliklar uchun ma'zurtasiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Assalomu alaykum.